Hozir to'g'risini aytaman, nima uchun bizda kashfiyotlar kam bo'lyapti degan savol ko'pchilikni qiynaydigan savol. Yevropa haqiqiy fan bilan shug'ullanyapti yoshlar. Matematika, fizika, astronomiya, texnologiyalar bilan shug'ullanyapti. Bizi yoshlarimiz, bizi ta'limimiz nima bilan shug'ullanyapti? Faqatgina til o'rganish bilan shug'ullanyapti. Kimni qaramang, IELTS olgan, ingliz tili o'rgangan. Kimni qaramang, koreys tili o'rgangan. Kimni qaramang, rus tili o'rgangan. Ahamiyat beryapsizmi? Hozirgi vaqtdagi ehtiyoj rus sinflariga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchli, o'zbek sinflariga bo'lgan ehtiyojga nisbatan. Yoki ingliz sinflariga bo'lgan ehtiyoj juda ham kuchli. Biz qaysi tomonga qarab ketyapmiz? Xulosa demak qilishimiz kerak. Biz ko'proq holatda mana shu texnologiyani rivojlantiruvchi fanlarni biz rivojlantirishimiz kerak. Shundagina biz o'zimizning nuqtamizni topgan bo'lamiz. Shundagina buyuk tariximizni, ya'ni bobolarimizni yo'lidan ketgan bo'lamiz. Biz ota-bobolarimiz tarixdan haqiqatda ilm, ma'rifat bo'yicha dunyoni tan olgizgan holat. Haqiqatda faxrlansak arziydi. Bu ota-bobolarimiz tarixan ahamiyat beradigan bo'lsak, kitoblarga ahamiyat beradigan bo'lsak, qanday ilmlar bilan dunyoga tanilgan? Shularga bir ahamiyat beraylik. To'g'ri, tilni ham o'rganishgan, lekin asosiy holatlarda biz fanlarda, amaliy holatda rivojlantiruvchi fanlarni juda ham ko'p o'rgandik. Mana Al-Xorazmiy matematik, astronom bo'lgan, Ibn Sino tibbiyot olimi. Mana tasavvur qilyapsizmi? Kimyo, biologiya fanlari. Berilgan holatda biz qaysi olimimizni eslamaylik, albatta texnologiyani rivojlantiruvchi fanlarni juda chuqur o'rgangan. Biroz mana misol buyuk bo'lgan olimlarimiz birinchi navbatda dinni o'rgangan. Birinchi navbatda Qur'on yodlagan, qori bo'lgan. E'tibor beryapsizmi? Biz hozirgi vaqtda qalbimiz uzoqlashib turgan tushunchalarda bu. Lekin tilimiz, jismimiz go'yoki shuning ichida. Shuning uchun ham rivojlanish tariximizda kuchli bo'lgan.